Agar hozir yo'riqlikdimi tez uchadigan bir uchar kema bor bo'lib, 1 sekundda 1 nur yili uchish orliqni amalga oshirsa, undaqda biz qanchalik vaqtda ondan olamning chetiga muvaffaqiyatli yetib bora olamiz? Faqat 1 sekundlik vaqt o'tgandan keyin biz yer shardan quyosh sistemasining chetiga uchib kelib bo'lamiz. Bu yerning hamma yerda quyruqliq yulduzlar bor bo'lib, ko'pinchisi 51 yil ilgari qoldirgan qoldiq moddalardir. 4 sekunddan keyin biz qo'shni yulduz atrofiga yetib keldik. U quyoshga eng yaqin turg'u yulduz bo'lib, umri necha yuz milliard yilga yetadi. Lekin uning chaqnash portlash hodisasi intayin ko'p bo'lg'achqa atrofdagi sayyoralarda hayotlik mavjud bo'lish ehtimoli cho'ng emas. 8 sekunddan keyin biz Siriusning yendidan o'tdik. Bu kecha osmondagi eng yorug' yulduz bo'lib, 5 quyoshdek cho'nglikda. 40 sekunddan keyin biz Saraton yulduz turkumidagi 55 hamrohning yendidan o'tdik. Bu bir Neptun bilan ancha farqlanmaydigan sayyor bo'lib, butkul sayyorning sirtqi yuzida bebaho olmos bor. 10 minutdan keyin biz Keplerning B22 tiplik olam jismiga yetib bordik. U 2009-yili olam bo'shliqi teleskop orqali tunji qatim bayqalgan bo'lib, uning sirtqi yuzida yuqori darajalik hayotlikning mavjud bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. 14 minutdan keyin biz Betelgeuse atrofiga keldik. Bu o'rin yulduz turkumida paydo bo'lgan darajadan tashqari ko'k gigant yulduz bo'lib, uning tarqatgan yorug'lik darajasi Quyoshninkidan 110 ming asli yuqori. 1.5 soatdan keyin biz Qalqa yulduz turkumidagi Yuay atrofiga keldik. Bir qizil darajadan tashqari gigant yulduz bo'lish sifati bilan uning umri aran 50 million yil bo'lib, u o'lgandan keyin yimirilib, qora o'nkir hosil qilib, olamda besib o'tgan barliq osmon jismlarini yutib o'tadi. 2 soatdan keyin biz qisqichbaqa tumanliqi atrofiga yetib keldik. U odatdan tashqari yangi yulduzlarning portlashidan qolgan qoldiqlar bo'lib, u insonlar bilgan olamdagi eng muqim yuqori energiyalik radiatsiya manbasining biri. 6 soatdan keyin biz oxir samolyot sistemasining girvikiga muvaffaqiyatli yetib bordik. Bu bir tayoqsimon, qaynamsimon qadimiy yulduzlar sistemasi bo'lib, ichida oz deganda 400 milliard dona turg'u yulduz bor bo'lib, go'yo koinotga o'xshash qadimiy. Bir kundan keyin biz samolyot sistemasidan tadrijiy yiroqlashishga boshlab, texmi yiroqdagi Andromeda yulduzlar sistemasiga qarab ilgarilaymiz. Atrofdagi turg'u yulduzlarning borgan sari ozayishga ergishib, muhitmi borgan sari qorong'ulashishga boshlaydi. Biz bir oy uzun safarni boshdan kechirgandan keyin oxiri Andromeda yulduzlar turkumidagi yulduzlar sistemasining atrofiga yetib keldik. U insonlar oddiy ko'z bilan ko'ra oladigan eng yiroq osmon jismi bo'lib, ichi 1 mega yulduzni o'z ichiga olgan bo'lib, intayin hayron qolarlik. 32 kundan keyin biz Andromeda yulduz turkumidagi yulduzlar sistemasidan muvaffaqiyatli o'tib, olamning texnik sirtqi qavtiga qarab yo'lga chiqamiz. Shuningdan keyingi uchish jarayonida olam kemasi yana boshqa o'xshash bo'lmagan yulduzlar sistemlaridan kesib o'tadi. Lekin bizning faqat to'xtagudek vaqtimiz yo'q. Faqat tez suratda olamning chetiga qarab ilgarilaymiz. 60 kundan keyin biz oxiri yerlik yulduzlar sistemasi to'pidan uchib chiqdik. Bu bir guruh yulduzlar sistemasi to'pi 50 dan ortiq yulduzlar sistemasini o'z ichiga olgan bo'lib, yadrosi samolyot sistemasi bilan Andromeda sistemasining markazidagi ma'lum joyga joylashgan. 2 yildan keyin biz Sumbula yulduz turkumidagi odatdan tashqari yulduzlar sistemasi to'pidan uchib chiqdik. Uning sirtqi shakli nihoyat tartibsiz bo'lsa-mu, ammo ichki qismida 5000 dan ortiq yulduzlar sistemasi bor. Dangliq M60, M87 larning hammasi mush to'pga joylashgan. 12 yildan keyin biz Raniya darajadan tashqari yulduzlar sistemasi to'pidan muvaffaqiyatli uchib chiqdik. Uning ichki qismi 100 mingdan ortiq yulduzlar sistemasini o'z ichiga olgan bo'lib, sirtqi shakli xuddi bir oqar nurga o'xshaydi. Kishini nihoyat hayron qoldirdi. 100 yildan keyin biz T618 ning atrofiga keldik. Uning diametri odatdan tashqari cho'ng bo'lib, intayin yuqori yorug'likqa ega jism bo'lib, Quyosh massasining taxminan 66 milliard hassasiga barobar keldi. 320 yildan keyin biz oxiri Gerkulos shimoliy toj sathidan sepildan uchib chiqdik. U ko'zatgil bo'lgan olam ko'lamining 10% dan ko'pragini egallagan bo'lib, navbatda insonlar olamda bayqalgan g'oyasor tojsimon qurilma gavdasi. Ammo siz buni oxirlashdi deb qaramsiz? Navbatda olimlarning olamni hisoblashiga asoslanganda uning radiosi 46 milliard 500 million yorug'lik yili atrofiga yetadi ekan. Garchi biz 300 yildan ortiq uchgan bo'lsak-mu, lekin bu orliq olam radiosining faqat 5 dan 1 ga to'g'ri keldi. Agar yer sharining turgan o'rnini koinotning markazi deb hisoblasak, butunlay olamning chetiga uchib berish uchun oz degandimi 1200 yildan ortiq vaqt ketadi. Lekin biz oldida so'zlab o'tganimizdan faqat ko'zatkili bo'lgan olamning cheti ichkaligini unutib qolmang. Amaliyotda olam izchil kengayotdi. Biz balkim mangu uning chetiga yetib bora olmasligimiz mumkin. Kelgusida rostla uchib bora olgan taqdirdami, sizningcha biz nimani ko'ra olamiz? G'oyatdir olam chegarasimi yoki qaytilma davrilanib turadigan ko'p qatlamli olammi? Shundoq bizning olam biz mangu chiqib ketilmaydigan olam bo'shlig'i bo'lishi mumkin. İnsanlar ömrünün axırdan faqat bir yo'lovchi bo'lib qolamiz. 70 yil 25 ming kun bilan diametri 93 milliard yo'riqliq yilga yetgan olam oldida yana nimaga erishgili bo'ladi? Hammamizning hayotiga hamini bir chekit qo'yiladi. Xuddi biz azaldan mavjud bo'lib boqmagandek. Undaqda kishilik hayotning ma'nosi zodi nima? Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin qalbingizda butunlay yangi bir javobning borligiga kelganligiga ishonamiz.